Bolaga so'rg'ich berish kerakmi yoki yo'qmi? So'rg'ich bolalarda sababsiz ozib ketish. Bunga sabab so'rg'ichga erta o'rganish sababli sut yetishmasligi, diareya, zamburug', ovqat hazm qilish kasalliklari, ayniqsa ichak kasalliklariga va parazitar kasalliklar kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Shuningdek, duduqlanishni keltirib chiqaradi va kelajakda bolaning tishlari tartibini buzadi. Bola so'rg'ichsiz uyquga ketolmaydigan bo'lib qoladi. Tunning o'rtasida uyg'onib ketgan bola so'rg'ichni topolmagach yig'lay boshlaydi. Chunki faqat og'zida so'rg'ich bilan uyquga ketib o'rganganligi sababli. Tungi uyqusining tinch bo'lishini xohlagan ona bolasini so'rg'ichdan ajratishga to'g'ri keladi. So'rg'ichdan chiqarish qisqa usullar bilan tanishing. Vaqtini kamaytirish. So'rg'ichni kun sayin kamroq bering. Chalg'itish, o'yinchoqlar, mehr va quchoqlash bilan e'tiborni boshqa tomonga buring. O'rnini bosuvchi narsalar yoki yumshoq ovqatlar bering. Uxlaganda olish, ya'ni bola uxlagach so'skani sekin-astalik bilan olib qo'ying. Videoni so'rg'ichdan chiqara olmay yurgan ota-onalarga yuborib qo'yamiz va sahifamizga obuna bo'ling.